Hello. Hello. Wear the mask. You have to wear the mask. Yeah, we have to wear the mask. Thank you. Have a nice time. Be careful of pickpocket as well. Okay, yeah, thank you. Manda ısıqda ködünlama ma saxçı məxsus tekşüreydikke. Çoxum mask taqışınız kerekke şəhər içində. Ondan keyin deniz boylarına basınız. Adam az bolsa mana bu yerdə saxçılarning hammasi tekşirib. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Ben hazır aeroplandan düştüm. Hazır Minsk'e geldim. Hazır çamarnımı ilip, ondan olsa şehirçeki yatakka. Mağmen, maqlaq. Salam dostlar, qanday ahvalinglar, yaxshimisizlar? Vlogimga xush keldinglar. Vlogimni qachon ko'rayotgan bo'lsanglar, shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men tunugün saat 8:20da Minsk'e tushgandim. Aeroportdan otelga kelib, o'rinlashib, uni buni qirg'ichi soat 11:20 bo'lib ketibdi tunugün. Hozir qopdim, mana qopib yuzimni yuvib sirtqa chiqishim, hech kim yo'q. Atgan soat 7 bo'ldi. Ko'chalarda adam oz hozir. Men hozir biryani tepib, tomoq yeb, atganlik nashliq qilib, undan keyin aldirmay bargan yerlarga boramiz. Bu bo'lsa Nisk'ninki Danglaq maydoni. Men kaynimdagi haykalni ko'rsanglar bilib olasizlar. Nisk'ninki vakil xarakterlik. Matrapdan aparatim yaxshi fokus bo'lmayotdi. Aldın qitim qo'limdan bir qitim tushib ketgan. Shuningki mushtabib qoldi. Bu yerdan bir ko'cha o'tsakla oldimizda dengiz bor ekan. Dengiz bo'yiga berib kelaylik. Men aslida atganlik nashliq qilsam bo'lardi. Tunugun kechki tomoqni yemedim.
Tünügün qini men tushdan keyin soat 2 da yegan peti. Tamoqni tak hozirgacha ishlayapman. Va dengiz nimdaydi ketgan ko'pkik dengiz. Manda daraxtlar Stockholmda yo'q. Keldik deniz bo'yiga. Yo'lni achetiga o'tsaklar. Deniz bo'yi. Atigan bo'g'ashqa hammadan chiqib yugurib chiniq ketibdi. Ko'gninglardek. O'tib olay. Va yugurayotgan odamlar vakisi chiqgan. Mana Nisninki dağınlıq deniz boyu. Etigerlik için uflatkan adamlar. Çumuş etigende kelip çümle atqanlarım bak ya. Men so'zish kiyimimni unutib qolibman. Qaytadan hotelga berib akilgan gapda so'zib qolsam. So'zish kiyimimni. Bugün neft qilgan ishlarim bo'lsa, hech qanday ishim yo'q. Qalaymiqan aylanish. Hech qanday planma qilmadan kelishdim burun. Nelerga barma, nelerni ko'rma degandek hech qanday plan yo'q. Shu axşam azroq material ko'ribdim, 20 soatdek nelerni ko'rish kerak, nelerga berish kerak, ko'rgan neler bor degandek. Shu bir Old Town ekan, Koni shahri. Hozir Ashakmangdan Aşağıdan azroq bir tepnashtilik qilib ondan keyin shu men shu shaharni aralab ko'rgan gap boshqa shu man degan. Unda olsa Koni shahrining ichiga kirib ketdik. Men bir ko'rsatay sizlarga. Tuzak yaxshi uxlayolmadim axşamma. Çık uxlagan bo'lsam bir 3 soat, 4 soat uxlaganman. Neski bakan do'stlar bormi? Do'stlar bo'lsa, qayerlarni ko'rish kerak, nelarga berish kerak? Qanday yaxshi restoranlar bor, qanday yaxshi barlar bor degandek. Niyatki mavu. Niyat diyar deb bir ashxona bor ekan. Qandaydir. İşte kirayli konuşalım. Men eletini chip talab ketdim. Dümbam chiliq bo'lib ketdi eletin. Ajoyib issiq. Bugun 30 dan oshirdi deyman, 35-36 gradus bo'lishi mumkin. Hozir eletinlar 30 ga yaqinlashdim deyman. Nafas olsangizmi? Hele bir xil issiq nafas olsangiz, ichingiz issiq bo'lib ketadi. Çıxyalan tix aşmabdı hazır. Miyasının boğuydu. Obligatory in the city center. Maske taqaysizga ras yana bir ish. Masalan, tunugim aeroplanda kelgachimi maske taqib keldim. Aeroplanning ichida cho'qim maske taqaysizga. Maske taqmasangiz
içiga kirgizmaydi ekan, aeroplanga chiqarg'izmaydi ekan. Bundan keyin ma'u nimdimi? Shahar ichidimi, shaharning o'tirlardimi maska taqaysizga. Bundan keyin ashuna bir nimlar bor ekan, tuzumlar bor ekan bularningki. Stockholmda biz maska taqmay yuraverib. O, niye acaba çıraylık ya? Ma restoran çıraylık ya. Miyer naştılıklayım o. Low pastrol. Deydi o. Kandadı? Miyer oturup. Naştılık sen peyizde kıldım. Misal naştılıklay ya. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. Naştılığımla əmdə qıpılıb, futbolumğa əmdə can kirdi. Koçulur çıraylık ki. Ma aparatını resmi taşlı bitirilən bir yerə getdi ya. Qatlı fokus olmayatdı. Uçuq bir yerlərin tatmin olmaydı. Nice'ninki konu şehir içi. Artık etigen bu aşka hiç qaysı dukalarını açmaptı. Avrupa'nınki konu şehirlerini aylansanız asas cihetten birbirisiga o'xshaydi. Ma ko'chalar emasdan Stockholmninki konu shahriga o'xshash. Shu qurilish nimlarda ozroq farqlilik bor. Masalan, ma derizlarga qaraydigan bo'lsanglar, anda yağaç deriz iki tarafida. Aslında yani aslında küçük detal yerleri fark kıldı. Ama asas cihetten yani o'xshab ketdi. Avrupaga eng kelgan chog'da shunday yerlarni ko'rsam degan shunday hayajonlanib ketdim. Va, nimda chiroyliq, nimda peyza deb hozir ko'ravergan lekin hech qanday hissiyot qolmaydi ko'rsiniz. Nurg'un Yevropadagi nurg'un davlatlarningki nurg'un konu shaharlarni ko'ryapman hozir. Mana shunday ekan-ku deb ko'rib qo'ysizki shu. Ma aparat rasmiy shu qat'iy bo'lmayotdi, bir yaxshi fokus bo'lmayotdi. Ekranni chekib turmasam fokus bo'lmaydi ekan. Nice'da yashaydigan Uyg'urlar bormidi? Menchi bormi? Yevropaning hamma yerida bormikin deyman men Uyg'urlarni. Belki biz bilmeymizde okuyduğun balla bo'lishi mumkin Nice'da. Ama ko'chalar chiroyli ekan. Bugun Nice'ni bir kun aylanaman, erta Monacoga borman, erta bir grup trip batdi, bir masalan Airbnb'ga kirsangiz, shundaq nurg'un faoliyatlar bor Airbnb'ninki, shuningda o'zingiz tizimlatib pulni to'lab qo'ysangiz, shu erta bir necha bolalar bilan bir grup trip qilib Monacoga berib ko'rib kelamiz. Bir tour guide'imiz bor. Sayohat yetakchimiz bor. Masalan, uni men bir hafta burun to'rdan nim qilib qo'ygandim. Shunlashqa pulni to'lab atgan, masalan, ashaga berisham, mana sirkalik, masalan, poyezd bormiz, kelamiz. O niyat farqga kichik bir maydon bor ekan.
Gapimni oxirsida o'tayib qoldi. Meni chiroyliligida. O, mabinalarni qaranglar. Koni bir xilliqi Rimga barsanglar, shunga o'xshab ketadi. Rim bilan meniki qurilishlari asosiyatdan o'xshab qoldi ekan. Shuna binolar bor edi Makona. Bekmichiq farq ketmaydi ekan. Fransiya bilan Italiyaniki bino qurilishlari. Naga boray, badiga yerimdan bilmayman askarman, qalayman meni tushdim. Men bir chirkov bor ekan, mana shu kirgizgin qo'yammi? Kirib baxsam, ashqam bo'lsa. Ashmidi xudayni ishiga taqaq ekan. Ishiga taqaq ekan. Yani gapimni oxir qilib qoldi. Shu erta menga borman, Monakoga borman. Balkim bir kunim asharib o'tib ketishi mumkin. Shu bugun bir kunlik fursatim bor, niyatni cho'glaydigan. Erta bir kun Monakoda bo'lsam, o'g'irlikka ertiganda checking out qilibman. U miyada maqahvaxona bor ekan. Men to'g'ri ko'rgandim maqahvaxonni. Kobu coffee food drinks. Ashmabdi texi. O'g'irlikka ertiganda checking out qilib, Ma'lumda Nisniki endi yana bir kichik bir orol bor. Nima zoti tasdiqi bu fransuzcha ismlarninki tilimiz mukammaydi ha. Nima Saint Jean bilmayman endi. Ishqilib bir orol bor shundoq kichik. O'sha orolga borman. Aldan qitimliq Portodagi vlogimni kesimimda tatqandim. Undan keyin qaytib kelib bir video ishlab qo'ygan ekan. Uni to'g'ri qo'ysam kelib payt chiqib vlog shunda shundan keyin agar burada bir yerlarga berib qolsam, sayyorlarga chiqib qolsam, shunday video ishlab xatir qoldirib qo'ysam bo'ladi kerak. O'ylashdan shu aparatni olsam, elib turib birato'g'ri qo'limdan chiqib ketdi ya. Qo'limdan chiqib ketib, mana fokus olmaydigan qoldi. Hozir yaxshi fokus qilyapman. Bundan keyin shu maqsaddan Nice'da bir blog ishlashni qaror qildim. Bir vlog ishlaymiz, payzi bir vlog. Men yataqdan bek aplash chiqyaptim. Nurg'un oldigan narsalarni olmay chiqibdim. Hozir qaytib boray desam bek uzoqlashib ketdim yataqdan. Qo'shaqmayotdi qaytadan berib. Yana narsalarni ilib, dengiz bo'yiga berib asal cho'mligim bordi meniki. Cho'mlash kiyimimni olmabdim. Butunlay markoch ishlaylikka. Naga kelib qoldim men. Yana dengiz bo'yiga chiqibman-ku. Bo'pti dengiz bo'yida yana birdan mangay. Birdan turib aqcham. Havo dehshat isib ketdi. Hozir endi 8:30 bo'ldi. Isib ketishdan burun dengiz bo'yini bir ko'rib o'tay. Birdan turib qat'iy chiqamayman-ku deyman dengiz bo'yiga 30 gradus bo'lib ketsa. Bayam adamlar ozdi. Birdan da to'sh ketib to'matingizga. Asosiyatdan sapla. Nimlarmi, qayerlarmi qandaqa? Gerçi cho'milmasammi, dengizning bo'yiga berib bir ko'rib kelay. Nice'ninki dengiz bo'yili, saplamishni tashqi dengiz bo'yilar. Qumliq dengiz bo'yi kutmam Nice'dan. Xudo qanday o'tirayotganda malamishada tashning tepida. Qattiqdan qattiq. Va ajab cho'milgim kelyapti-da.
뭐 수수께끼지 뭐. 왜 역시 수수께끼 액션. Ayakkabını şey mi soğan? Kırıda. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, je n'étais pas assez riche pour t'emmener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Xudo bir qo'qmushliq ishlab beray. Men yenimda bir ayol batdi. Hozir butunlay hamma kiyimini silib qip yalang'och yotidi. Asta ketib olayman. 10 minut o'tganga dengiz bo'yida talabchilik qilib ketdim. Spit pardoyam kun. Ma ıssiq chidimidim. I love Nice. Bardağa yerimizni bilmagan chaqda men Alloh aylab yuribsiz hamma yerda. Hech qanday plansız kelgandan keyin shunday bog'imizga shu yerga berib men yoqqa chiroyoq ekan. Men yerda bir palampay bor ekan. Mush palampay bilan bir tog'ning tepasiga chiqib ekan, balkim butun Nice'ning manzarasini ko'rgani bo'ldi. Onda bu chiqib boqaylik. Vekşe egiz bo'laymi. Yaqin manzarlarni ko'rsatib qo'yay. Ha, miyada. Invisible Man. Thank you. O yerni chiroyli ko'rindi ekan. Butun dengiz bo'yini ko'rgan o'tgan yerdan. Vallahi ben textçi çıkıp barmam atağının tepsiga. Halim bek harap. Oh Xudo. Ben dünyada bir gapni tushundim. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances. Tepsiga chiqqan chog'da bir mag'zindek bir yer bo'lsa bo'ladi deb suv olsam. Sakin qo'yib ketdi. Je n'ai pas changé. Boyam yasayib olmabdi. Je suis toujours ce garçon un peu fou. Ben hayatımda bir yakın bakayım. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours les mêmes parfaits légers. Toujours les mêmes petits sourires. Mana sizlarga tog'ning tepasiga chiqqandan payisini ko'rsatib qo'yay. Manda güzel manzara ko'rgani bo'lsa, j'avais envie butun Nice'niki shahar manzarasi. J'avais envie
était huzurumda. Okey, tağının tepsiki sayahatim tugedi. Men endi ma issiq 35 ga chiqdim ekan hozir. Tekshirib ketdi. Men hozir chaqqon darajada hotelga berib bir sovg'a munchaga tushib yetib, mumkin so'zlagan kiyimlarimni ilib dengiz bo'yiga berib tushdan keyin aptaq ahmet yatmasam bo'lmadi. Maqsada hech nega bordigandim. La terre a réussi à me plaire, celui qu'ensemble on suivait, et toi non plus.